SPF kremini noto'g'ri yo'nalishda yuzini tortib suradigan ayollarimizni bu videoni oxirigacha ko'ringlar, oqibati nima bo'lishi mumkinligini bilib olasizlar. Albatta, buni oqibati pastga qarab движение bilan har kuni surilgan SPF kremlar mishsalarni, ya'ni muskullarni, terilarni pastga qarab tortib ketaveradi. Pastga qarab tortilavergan sari yuzinglar osilib ketadi va sizlar bundan hayron bo'lasizlar. Nimaga meni yuzlarim osilib ketyapti deb. Shuning uchun sizlar to'g'ri texnikani bilishinglar kerak. To'g'ri texnika, masalan, SPF kremini suradigan bo'lsanglar, albatta движениeni pastdan tepaga qarab boshlaysizlar. Ya'ni yo'nalish dahandan yuzni tepa qismiga qarab suriladi. Shunda движение tepaga bo'lganligi uchun muskullarimiz ham tepaga qarab tortilishi boshlaydi. Har kungi surilayotgan SPF kremlarimiz, домашний uxotlarimizning ta'sirida to'g'ri qilingan движение bilan sizlar yuzingizga ham zo'r lifting beraversanglar bo'ladi. Sizlar uchun elementar bo'lgan holatlar ham hayotiylar mobaynida yuzingizga katta muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Har doim sizlarga bunaqa foydali maslahatlarni berib boraman.